Assalomu alaykum. Altemur kanaliga omma shar hurmatli kuzatuvchi, mana xudo xolasa yurganlarning 3 ta mashinamizni yuklarimizni yuklab qo'yganmiz. Xudo xolasa vohali akalarimiz, vodiylik o'zimiz akalarimizga ham inshaalloh mana chiqib ketyapti. Bunimiz vodiyga chiqib ketyapti. Ikkita yem chalganmiz balonligidan va mana universal tarafikarimizdan xudo xolasa mana Sabir akamiz o'z egalariga olib ketmoqda, o'zimizni vodiyga yetkazib beramiz. Uylargacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz inshaalloh mana. O'sha aytganimizdek balonchalik bu yoqqa bu yoqqa yetalab yursa bo'laveradi. Kilosi 300-350 kg sig'imga egalik. Va keyingi mashinamizda bunimiz vohaga chiqib ketyapti. Hop 15 dona universal tarafikalarimizni chiroyli mana undan yuklab qo'yganmiz. Xudo xolasa ko'rgandek. Hammasi aytganimizdek mahavikli, segmentli va monotkoyli bo'ladi pichoqlar. Eng zo'rlaridan, motorlari ham eng zo'rlaridan va numeradillaridan. Inshaalloh mana vohali akalarimiz uylargacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz xudo xolasa mana. Endi va mana bu tomonda Sabir akamiz vohali akalarimizga chiqib ketyapti. Bu ham ekonom pechkalarimiz kraskali variantdan, atrobotgali garakalarimiz va rezalarimiz va undan tashqari universal drabilkalarimiz mana xudo xolasa yuklab olishgan, o'z egalariga olib ketmoqda. Drabilkalarimizni uylargacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz. Rezikalarimiz ham xudo xolasa uylargacha manzillargacha yetib boradi. Bunda mana ekonom pechka so'ragan ekanlar, mana ekonom pechkalarimizdan xudo xolasa chiqarib yuboryapmiz o'zgalariga. Katta variantdan, orqasi mana tapchani bor variantdan va kraskali variantda, kraskasi umuman o'rta alangada kuymaydigan variantda bular xudo xolasa. Va mana bunaqa bir-ikkita biratlarimizdan xudo xolasa o'z egalariga olib chiqib ketmoqda mana. Ko'ringlar, 3 ta mashinada ketma-ket yuklarimiz chiqib ketyapti. Va bundan tashqari ertalab ham yuklarimiz chiqib ketgan xudo xolasa mana. Ko'ryapsizlar? Mashinamiz qatorasiga terilgan. Xudo xolasa undan oldin Toshkentga o'zimiz vodiylik akalarimizga xudo xolasa mana yuklab berib yuborganmiz. Endi bu vohali akalarimiz va vodiylik akalarimiz ketyapti. Xudo xolasa kimgadir shunday universal drabilkalar kerakmi? Chorva sohasiga nima kerak bo'lsa, bemalol Altemurga aloqaga chiqishlari mumkin. Hop, bizning zavodimiz mana Altemur zavodimiz Andijon, Toshkent trassani bo'yida mana shu katta ipak yo'lda bo'yida joylashgan. Kimgadir mana shunday universal drabilka kerak bo'lsa, bemalol Altemurga aloqaga chiqishlari mumkin. Sifatli qilib, chiroyli qilib sizga yetkazib berishim mumkin yoki Altemur zavodimizga kelib, chetdan olib ketishlaring ham mumkin. Qo'y bob qilib chiqaradigan drabilkamiz. Mosh bilan somon chiqaryapti. Mana mosh. Dur. 5 6 sekundda tashlaydi. 6 sekund oralig'ida mana. Mana yana o'zini o'zi o'chirib zashta qiladi. Bir kishi bemalol aqaba. Bir kishi bemalol adam baqa yetalab yuraveradi. Like bosib qo'yasizlar akalar, Altemurga omad, xudo xolasa. Apparatimiz aka, tashdan tashgacha 45 sm. Shu umuman bolkika yo'q. O'sha hamdaqa kurchoyli variantda bo'ladi. Mana bitta ochiladi bo'ldi. Orqali ochiladi mana. Ha, yura. Bo'ldi aka. Pichoqlarimiz bundan. Hop, 18 segment, mana tepasi ham bor, pasti ham bor, двойной bo'ladi va oltita molatkovoy. Sanliklari bo'ladi, ho'l quruqqa ishlayveradi bemalol, xudo xolasa. Mana bu joylari ham qalin turbadan bo'lgan. Mana qalinligi. Qalindan bo'lgan. Qalin turbadan bo'lgan. Va yana bunga qo'shimcha aka, to'rxil setkalarni beramiz. Ikki xil o'tga mana, bittasi qo'y bob, bittasi mol bob. Va mana donga ham ikki xil bo'ladi. Bitta yorma, bitta un qilib beradi, ha? Bitta o'sha un qilib beradi. Bu ham 1,5lik va 4lik bo'ladi aka bular. Komplektda ketadi, ha? Komplektlar bitta komplektda bo'ladi. Donga zasmonkasi bo'ladi. O'zining nimasi ham ketadi, bitta bermaydi, molboq chiqarib beradi, ha? Ha, bunisi quruq o'tlarga molboq kattaroq chiqarib beradi. Keyin ho'lot, namotlarga mana shu setkada qo'yiladi, o'zidagi setkada bo'ladi. O'zining setkasi zo'r oladi. Xuddi shunaqa 220 voltga ishlaydi. 220 voltga ishlaydi. 220 voltda ishlataveramiz. Voltmetr ko'p bor bunlar. Voltmetr avtomat bor. Yana buni bitta ustunligi aka o'zini o'zi zashta qiladi. Mabodo bu narsa tushib ketganda yoki svet o'chib yonganda ichida narsa bilan qolsa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi aka. Motor kuydirmasi, samazashda bor. Ha, motorni kuydirmasi, hali motorning umrini uzoq qiladi. Necha kilovat qanaqa bular motori? Qanaqa? Motorlarimiz 3 kilovat va 4 kilovat bo'ladi. Motorlar 3 kilovat, 4 kilovat. Narxi o'zgaradi unda?
Narxlar aka, hop, o'sha 3 kilovat 3 megawatt alyuminligini narxi Ha. hozirgi kunda 3 million 300 ming so'm bo'lyapti. Alyuminligini narxi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Hmm. Keyin 4 kilovat 3 megawatt alyuminli narxi 3 million 600 ming so'm bo'lyapti. Keyin 3 kilovat misli bo'ladi faqat aka, 4 kilovat bo'lmaydi. Uni narxi 3 million 800 ming so'm bo'ladi. Misli Albatta, qilsa, ha, misli. Hammasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, dastavkalari bilan. Dastavkalar bilan. Endi hop, bizda ko'p joyda to'k o'ynaydi, o'sha hisobiga alyumin olsa yaxshi bo'ladi. Agar patsansan yonida bo'lsa uyi, mis olsa bo'laveradi aka. Mis endi mis to'k tanlab qoladi. 220 voltda bo'lsa zo'r ishlaydi, alyuminlar agar to'la bo'lishi kerak. Hozir bu hadovoy varianti 3 million 300 ga yaxshi ketyaptimi? Ha, hadovoy variant o'sha 3 million 300 ming so'mga. 100 ga borib ishlatib beradi, keyin pul berasiz buni. Xuddi shunaqa aka. Mana. Mana buni hozir akalar mana buni temir tiqib qo'yildi. Buni o'zining samazashtasi bor, ko'rsatib beriladi. Mana ketdi. 1 2 3 4 5 6 sekundda tashlaydi. 6 sekund oralig'ida mana. Mana yana ketdi. O'zini o'zi o'chirib zashta qiladi. Ikkinchisi tez tashlaydi ekan, yana. Ikkinchisi yana tezroq tashlaydi aka, xudo xolasa. Yo'q. Kuyib qolmaydi, motorga ancha yordam bo'ladi. Mabodo tosh temir tushib ketsa ham sira zashta qiladi. 3 million 300 ming so'm 100 ga borib ishlatib beradi. Ishlatilgandan keyin pul beradi. Yopilishlari ham juda tez aka. Shu joyga bitta ilib. Mana. Bo'ldi, yopildi. Bitta kurchak orqali hammasi. Bitta kurchak orqali. Bo'ldi. Tayyor mana aka. Tayyor. Balonchalari bor keyin. Qachon aka mana yetalab yurgani bemalol mana. Bu yoqda gap yo'q. Bir kishi bemalol aqaba bir kishi bemalol adam yetalab yuraveradi. Like bosib qo'yasizlar akalar, Altemurga omad, xudo xolasa. Ishlatishni boshlaymiz. Ko'rsatib, hammasini chiqarib beriladi. 3 million 300 ming so'm deyishdi. Bunisi hayajon aka, hozir mana shu hop, xulot, g'o'zopaya va sanlik bor isbotga suvlargacha quyib ko'rsatib beramiz. Ha. Bunda hozir xulotni, g'o'zapayani va suvni ham quyib ko'rsatib beriladi. Suv o'tkazib yubormaydimi deganlarga sanliklarni ham tekshirib beriladi. Qani o'zim boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Boshlaymiz. G'o'zapaya. Ana xulot. Aka chiqarishlari hamma yoq xudo xolasa juda zo'r. Juda tez chiqaradi. Tez chiqaradi. Sob ustiga tursa bo'ldi bunga aka. Ustiga tursa bo'ldi. O'sha 220 da ishlatyapmiz. Ha. Endi ba'zi bir obunachilar ham telefon qilyapti-da, sen 3 fazada ishlatyapsan, bizga 220 jo'natyapsan. Unaqa emas aka bizda. Xudo xolasa hammasi 220 da. 220 da turibdi-yu. 220 da mana aka. Ha, oddiy 220 da. Endi shunaqa gaplar o'zlari kelishsa ham shu ishlatib ko'rsatib berilaveradi. Albatta aka, xudo xolasa shu yerda ishlatib ko'rsatib beramiz aka. Ishlatib ko'rsatib berilaveradi, gap yo'q. Muammo yo'q undan. Yomon tez chiqardim akalar. Ko'zatchi yunguncha tirilatib yubordi. Bu o'sha o'zining setkasida akalar. Molga mana bunaqa tayyor qilib beradi. O'sha ho'l nimalarni chiqarsangiz bo'ladi. Endi xo'p, bunisi o'sha eng katta holatda o'sha ho'l quruq setkasi turibdi. Ha. Endi setka bilan faqat quruq narsalar chiqaradi. Endi mana bunaqa molga bob qilib beradi. Bu molbob setkasi aka. Ha. Bunda hozir aka. Xo'p. Ozgina g'o'zopaya, somon, mosh tashlab ko'rsatib beramiz aka bunda. Bo'ldi, boshladik. Somon. Somon chiqarilyapti. G'o'zapaya. Ham g'o'zapaya. Soat ketaveradi. G'o'zapaya chiqdi. Bunisi molbob chiqdi hayajon aka. Molbob qilib berdi. Molbob mana g'o'zapaya. Qattiq mahsulotlarda mana maydalab tashlaydi. Endi buni pastida mana mosh bilan somon. Bularni ham mayda mayin qilib, keyin ichida buni o'sha aytganimizdek oltita molotkovoy ham bor. U hali mayin qilib o'tlarni bandan yorib olishga xizmat qiladi aka. U mayinligini zo'r qilib beradi. Faqat qirqib qo'ymaydi, ezib ham beradi, ha? Ham qirqadi, ham ezadi, ikkalasi ham bo'ladi. Bu akalar o'sha ko'pdan setkasaligi mol bob. Endi bunisi qo'ybob qilib chiqarib beriladi akalar. Qo'ybob setkasi aka. Qo'ybob qilib bitta mosh bilan pog'on sopib ko'rsatib beraman bunda. Bo'ldi.
qo'y bob qilib chiqaradigan drabilkamiz. Mosh bilan somon chiqaryapti. Mana mosh. Pahol solyapti, pahol. Sholi poya deb qo'yamiz-ku. Pahol mana. Mana akalar. Va shu dal. Gap yo'q. Bunda pahol chiqdi mana. Sholi poyani maydalab tashladi akalar. Yani sholi pahol aka. Sholi poya chiqaradimi deganlarga akalar men Sholi chiqaradi. poya. Mana shol somon. Shundan mana Mashg'ulotga mashg'ulotga keltirdi. keldi aka. Bu juda qayishqoq. Ham hali ipga o'xshagan bo'lar o'shan. Mana maydalab tashladi xolos aka. Gap yo'q. Buni pastda mosh, endi mosh ko'rsatmasa ham bo'lar aka mana. Ezordi moshni. Moshni Sholi poyani o'yladim. chiqargandan keyin savollarga javob to'xtaydi akalar. Xudo xolasa aka. Ekrandan nomlar ishlaydi pastyanni, telefon qilib zakaz olib berishlaring mumkin. Endi keyingisida akalar sotasi bilan chiqarib beradi, bunda yorma holatdami? Aha. Bunda yorma sotasi bilan holatda. chiqarib beramiz. Bunda hozir akalar shu yorma holatdagisini chiqarib beriladi sotasi bilan. Bir qaynar bo'ladi-da, xudo xolasa. Xuddi shunaqa aka. To'g'ri setkasi chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Ha. Xudo xolasa qani boshlaymiz. Bunda yorma holatda ketdi. Yana keyin bunda Bunda un holatida. un holatda makkan donni maydalab beramiz aka. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek un holatiga olib kelib berdi. Eng mayda Bemalol holatda sepib aka, bersangiz bo'laveradi sepib buni. Bo'laveradi mana aka. Maydaligi ham o'sha juda zo'r. Bemalol mol qo'ylar hazm qiladi buni. Hazm qiladi, sepib olaveradi aka. Mana. Deb turib qorbol o'ynasa ham bo'laveradi aka bunda mana. Mana aka. Aka mana bu o'sha 2 li setkasimi? Yo 1,5 setkasi. 1,5 li setkada. 1,5 setkasi chiqdi aka. 1,5 setkasi eng mayda. Bunisi yorma holatga olib keldi. Yorma holati shu 4 setkasi. Agar buni bitta yorma qilib turib, mana bunga bitta solsa vashi bu mayda qilib yuboradi. Bundan ham mayda qilib yuboradi. Bitta mana unda yorma qilib turib, meni tavsiyam mana shunda bitta dondimi, nimani bo'lsa ham shunaqa bitta yorma chiqarib turib kiyimanga solish kerak. O'shanda motor ham qiynalmaydi, ham siz aytgan narsa un holatiga kelib chiqariladi. Mana shu eng hadovoyi mana shu aka. Bemalol 60 ta 80 tagacha molga yoki masalan 200 ta qo'yga bemalol yetkazib beradi. Yarim soat 1 soat ishlasangiz polni yemni chiqarib tayyorlab beradi-da. Buniki 3 kilovat 3000 оборот, 3 million 300 ming so'm dastavkasini bilan yetkazib beriladi, to'g'rimi? Buni keyin misliga yana quvvati 4 kilovatli qilaman desa, narxi o'zgaradi. Narxlari o'zgaradi aka. Hozirgi kunda o'sha eng standarti, hali hamma bob o'sha 3 kilovat 3000 оборот, 3 million 300 ming so'mlik. Tok tanlamaydi aka. Past tok, baland tok hammasi ishlaveradi. Hammasi Endi bizda tok pasayadi. Pasayib har xil bo'lib turadi, o'shanga xudo xolasa ishlaveradi aka 3 kilovat. Mislik ko'pchilik so'raydi akalar, mislikda hali Temurbek aytganlaridek tok pastdan ishonchingiz komil, 220 voltdan tushmaydi. O'sha vaziyatda olib ishlatsangiz zo'r bo'laveradi. Lekin bizning qishloq sharoitlarida 220 volt pastdan bo'lmaydi. Keyin o'sha mislik menga mislik zo'r bo'ladi, mislik olib turib keyin alyuminlik almashtirib berganlarimiz ham juda ko'p bo'lyapti. Juda ko'p unaqa. O'shani hisobiga endi aytib qo'yapmiz aka. Baribir alyumin nimaga zo'r alyumin deb qo'yasiz. Alyumin birinchidan kuyib qolavermaydi. Past o'yini tok o'ynasa ham kuyib qolmaydi.
Shunaqasini hisobiga baribir alyumin yaxshiroq. Hozircha samazashtasi bor. Bilib bilmasdan tosh tushib ketsa, temir tushib ketsa, kuyib qolmaydi. Nomerlar akalar o'zgargan, mana yangi nomer qilishgan. 78lik 555 50 50, 77lik 555 50 50. Telegram, WhatsApplari bor. Aloqaga chiqasiz, zaказni berasiz. Sizga necha kunda, qaysi kuni yetib olish to'shni ma'lumotni berishadi.